Putin Qozog'istonda zirhli mashina ichiga yashirindi. Osmondan harbiy vertolyotlar tinimsiz nazorat qilib turdi. Rossiya prezidentining avtokortejida esa tom qismida pulemyotchi uchun maxsus ochiq joyi bo'lgan zirhli jangovar mashina paydo bo'ldi. Eron AQShning Kuvaytdagi bazasiga zarba berdi. Kuvayt havo hujumidan mudofaa kuchlari ushbu raketani urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Rasmiy Kuvayt esa Eronning bu harakatini keskin qoralab, uni ziddiyatni kuchaytirishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. G'azab ittifoqchilarga ko'chdi. Tramp Ummon sultonligini portlatib yubormoqchi. Tramp esa xalqaro suvlarda hech kim o'zboshimchalik bilan nazorat o'rnata olmasligini ta'kidlab, Ummon ham hamma qatori o'zini munosib tutishi kerak. Aks holda ularni portlatib yuborishimizga to'g'ri keladi deya bayonot berdi. Urush rasman NATO ichida. Rossiya droni Ruminiyaga zarba berdi. Ruminiya mudofaa vazirligi dushman droni havo hududiga kirishi bilanoq radar tizimlari orqali kuzatilganini va xavf aniqlangach zudlik bilan 2 dona F-16 qiruvchi samolyotlari havoga ko'tarilganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Bazadan registratsiyangiz chiqmayaptimi? Mehnat shartnomangiz yo'qligi uchun jarimaga tortilishingiz mumkinmi? Biz Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga hujjat ishlarida professional yordam beruvchi 10 yillik ish tajribasiga ega ishonchli xizmatni taklif qilamiz. Registratsiyani bazaga kiritish, trudavoy dogovor tayyorlash va uydamleniya yuborish, zapret va deportni oldindan tekshirish, reyestr va ba'zi muammolarga yechim topamiz. INN va SINLS olish, tibbiy sug'urta va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. WhatsApp va Telegram orqali ushbu raqamlarga hoziroq yozing. 24/7 xizmatingizdamiz. Ro'parosa bir hafta oldin Pekinda Xitoy rahbari Si Zinpin bilan uchrashgan, biroq iqtisodiy va strategik masalalarda, ayniqsa G'arb sanksiyalarni aylanib o'tishda Xitoyda o'zi kutgan va yirik keskin kafolatlarni ola olmay, amalda quruq qaytgan Vladimir Putin zudlik bilan yo'nalishini Markaziy Osiyoga burdi. Vladimir Putin Ostonada. Rossiya prezidenti endi Qozog'istonni o'zining iqtisodiy va qutqaruv halqasiga aylantirishga urinmoqda. Xo'sh, dabdabali kutib olish marosimlari, kutilmagan haqoratlar va zirhli kortej soyasida kechgan ushbu uchrashuvda tomonlar aslida nimalarga erishdi? Dastlabki lavhada batafsil. Bu safarga tashrif avvalo misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari bilan barchani hayratda qoldirdi. Rossiya prezidentining hayoti uchun qo'rquv shu qadar yuqori ediki, u Ostona ko'chalarida oddiy kortej bilan emas, balki haqiqiy harbiy operatsiya muhitida harakatlandi. Putin yuradigan barcha yo'nalishlarni osmondan harbiy vertolyotlar tinimsiz nazorat qilib turdi. Rossiya prezidentining avtokortejida esa tom qismida pulemyotchi uchun maxsus ochiq joyi bo'lgan zirhli jangovar mashina paydo bo'ldi. Bundan tashqari kortej tarkibida har qanday ehtimoliy hujum, radio signal va dronlarni butunlay bo'g'ib tashlaydigan eng zamonaviy RAM tizimi bilan jihozlangan maxsus avtomobil hamrohlik qildi. Shahar markazi amalda harbiy poligonga aylantirildi. Ammo bu safarga tashrifning eng shov-shuvli voqeasi faqat bu emas, balki Putinning kutilmaganda To'qayevga qilgan g'alati murojaati bo'ldi. Rossiya prezidenti rasmiy uchrashuvda nutq so'zlayotganda Qozog'iston rahbarining ism-sharifini mutlaqo buzib, uni hurmatli serjant Kamilych deb atadi. Putinning bu murojaatidan so'ng kadrda To'qayevning kayfiyati birdan o'zgarib, esankirab qolgani va ko'zlarini olib qochgani yaqqol ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bu holat haqiqiy portlashga sabab bo'ldi. Ko'pchilik bu shunchaki yanglishib ketish va diplomatik xatomi yoki Kremlning Qozog'iston prezidentiga nisbatan o'z haddingni bil, sen biz uchun oddiy askarsan qabilidagi ataylab qilingan siyosiy va kamsituvchi ishoramidi degan savol ustida bahslashmoqda. Xo'sh, dabdabali kutib olish marosimlari, kutilmagan haqoratlar va geosiyosiy bosimlar soyasida kechgan ushbu uchrashuvda tomonlar aslida nimalarga erishdi? Ukraina urushi tufayli Rossiya dunyodan uzilib qoldi va G'arb sanksiyalari ostida qiyin ahvolda yashamoqda. Shu sababli Kreml uchun Qozog'iston hozir juda muhim davlatga aylandi. Ostonada o'tgan uchrashuvda To'qayev Putinni rosa maqtab, Rossiyani dunyoning 4-iqtisodiyoti deb ko'kka ko'tardi. Lekin bu maqtovlar shunchaki ehtiyotkorona diplomatik o'yin xolos. Qozog'iston Rossiya bilan munosabatlarni buzmaslik
qilmaslikka, ayni paytda G'arb sanksiyalarga ham tushib qolmaslikka urinyapti. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiy va energetik sohalarda bir qator muhim kelishuvlarga erishishdi. Birinchidan, ikki davlat o'zaro savdo aylanmasini 30 milliard dollarga yetkazishni maqsad qildi va Rossiya Qozog'iston iqtisodiyotiga sarmoya kiritish bo'yicha 177 ta yirik loyihadan iborat paketni tasdiqladi. Ikkinchidan, eng asosiy kelishuvga ko'ra, Rossiya Qozog'istonda atom elektr stansiyasini qurib beradigan bo'ldi va bu loyihaning katta qismini o'z hisobidan kredit evaziga moliyalashtirishni bo'yniga oldi. Bu kelishuv Rossiyaning Qozog'iston energetikasi ustidan nazoratini uzoq muddatga mustahkamlaydi. Uchinchidan, dunyoda energetika inqirozi kuchaygan bir vaqtda Qozog'iston orqali Xitoyga Rossiya nefti va gazini yetkazib berish hajmini oshirish belgilandi. Chunki Moskva shu yo'l bilan vaqtinchalik xaridorlarni topishga majbur bo'lmoqda. Putin Xitoydan rad javobini olgach, bor e'tiborni Qozog'istonga qaratdi. U o'z milliy valyutalarni, ya'ni rubl va tengeni qutqarish hamda Markaziy Osiyodagi ta'sirini yo'qotmaslik uchun Astanadan foydalanmoqda. Biroq Putinning dahshatli xavfsizlik choralari ortiga berkingan tabiati, serjant haqidagi gapi va Qozog'istonning Rossiyaga bunchalik chuqur bog'lanib borishi juda xavfli bo'lib, bu holat kelajakda Astanani ham G'arbning qattiq ikkilamchi sanksiyalari ostida qoldirishi mumkin. AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyatlar yaqin kunlardagi nisbiy sukunatdan so'ng yana keskin urush olovini yoqib yubordi. Ikki davlat o'rtasida aprel oyi boshida o'rnatilgan va 3 oydan beri davom etayotgan qonli to'qnashuvlarga barham berishi kutilayotgan vaqtinchalik otashkesim kelishuvi navbatdagi harbiy zarbalar ortidan parchalanish arafasida turibdi. Hodisa tafsilotlari navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Vaziyatning yangi bosqichga chiqishiga AQSh markaziy qo'mondonligining Hormuz bo'g'ozi yaqinida Eronning 5 ta hujumkor dronini urib tushirishi va 6-chisini uchishga tayyorlanayotgan Bandar Abbos port shahridagi yerdagi boshqaruv stansiyasida zarba bergani sabab bo'ldi. Washington bu harakatlarni otashkesim rejimini saqlab qolishga qaratilgan mutanosib va mutlaqo mudofaa harakati deb baholadi. Biroq bunga javoban Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Bandar Abbosdagi hujumga aloqador deb ko'rilgan Kuvaytdagi AQSh harbiy havo bazasiga qarata ballistik raketa uchirdi. Kuvayt havo hujumidan mudofaa kuchlari ushbu raketani urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Rasmiy Kuvayt esa Eronning bu harakatini keskin qoralab, uni ziddiyatni kuchaytirishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Eron tomoni esa har qanday takroriy hujum yanada halokatli javobga sabab bo'lishini e'lon qildi. Ushbu harbiy to'qnashuvlar xalqaro hamjamiyatda otashkesim muddatini yana 60 kunga uzaytirish bo'yicha AQSh va Eron o'rtasida maxfiy kelishuv matni tayyorlanayotgani haqidagi xabarlar tarqalgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Garchi G'arb ommaviy axborot vositalari, jumladan Axios nashri kelishuv loyihasi deyarli tayyorligini xabar qilgan bo'lsa-da, Tehron buni rad etib, vositachi Pokistonga hech qanday yakuniy matn berilmaganini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump ham muzokaralar guruhining hisobotlaridan hali qoniqmaganligini va Eronning asosiy talabi bo'lgan sanksiyalarni yumshatish masalasi kun tartibida emasligini keskin ta'kidladi. To'qnashuvning dengizdagi qismi yanada dahshatli kechmoqda. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Hormuz bo'g'ozidagi xalqaro suvlar yo'llariga ko'rinmas masofadan boshqariladigan dengiz minalarini tashlashga uringan. Bu esa hududda qolib ketgan yuzlab yirik tankerlar va yuk kemalari uchun to'g'ridan-to'g'ri o'lim xavfini tug'dirdi. AQSh harbiy dengiz flotining 5-floti hududda minalardan tozalash va dronlarga qarshi elektron urush tizimlarini ishga solgan. Eron davlat televideniyasi esa o'z harbiy havo kuchlari xalqaro havo hududida razvedka olib borayotgan AQShning MQ-9 Reaper strategik uchuvchisiz apparatini urib tushirganini va Amerika qiruvchi samolyotlariga qarata ogohlantirish o'ti ochilganini da'vo qilmoqda. Garchi Pentagon buni rasman tasdiqlamagan bo'lsa-da, havoda keskinlik eng yuqori nuqtaga chiqqani yashirilmayapti. Vaziyatning eng e'tiborli tomoni shundaki, sahna ortida tinchlik muzokaralari ketayotgan bir paytda harbiy harakatlar to'xtamayapti. Tramp Eronning iqtisodiy jihatdan oxirgi nafasi bilan muzokara stolida o'tirganini aytib, agar Washington shartlari to'liq bajarilmasa, keng ko'lamli bombardimonlarni qaytadan boshlashini ta'kidladi. Eron esa AQSh qo'shinlarining mintaqadan butunlay chiqib ketishini talab qilmoqda. Buni Oq uy mutlaqo rad etgan. Garchi o'tgan haftada tinchlik bitimi imzolanishi haqida umidlar paydo bo'lgan bo'lsa-da, so'nggi o'zaro zarbalar va murosasiz bayonotlar diplomatik yechimdan ko'ra qaytadan yirik urush oloviga sho'ng'ish ehtimoli ancha yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonning Eron bilan urushi butun Yaqin Sharqni domiga tortish xavfini tug'dirayotgan bir paytda o'zining ko'p yillik sodiq ittifoqchisi bo'lgan Ummon sultonligiga ochiqdan ochiq harbiy zarba berish bilan
tahdid qildi. Oq uydagi hukumat yig'ilishida Tramp agar Ummon Eron tomonidan yopib qo'yilgan dunyodagi eng muhim neft yo'lagi Hormuz bo'g'ozini birgalikda nazorat qilish rejasiga qo'shilsa, uni bombardimon qilish bilan po'pisa qildi. Bu keskin bayonot Eron televideniyasi orqali Tehron va Maskat bo'g'oz orqali o'tadigan kemalardan ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'liq haq ko'rinishida boj undirish va hududni birgalikda boshqarish bo'yicha kelishuvga yaqin ekani haqidagi xabarlardan so'ng yangradi. Tramp esa xalqaro suvlarda hech kim o'zboshimchalik bilan nazorat o'rnata olmasligini ta'kidlab, Ummon ham hamma qatori o'zini munosib tutishi kerak. Aks holda ularni portlatib yuborishimizga to'g'ri keladi deya bayonot berdi. Garchi davlat departamenti bu tahdidni rasmiy matnlarda tasdiqlab adashish bo'lmaganini ko'rsatgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar ittifoqchi davlatga nisbatan bunday mafiya uslubidagi bosimni keskin qoralashmoqda. Ekspertlarning fikricha, Trampning jaholotiga minishiga asosiy sabab Washington Eronning ushbu strategik bo'g'oz ustidagi nazorati arab davlati niqobi ostida qonuniylashib ketishidan va xalqaro dengizchilik qoidalarining buzilishidan qattiq xavfsiramoqda. Eron joriy yilning fevral oyida AQSh Isroil hujumlaridan so'ng bo'g'ozni yopib, o'tish narxini $2 million gacha ko'targan edi. Ummon esa tarixan AQSh va Eron o'rtasidagi eng ishonchli va neytral vositachi bo'lib kelgan. Ammo urush olovlanishi ortidan uning bu diplomatik muvozanati Washington uchun shubhali ittifoqchilikka aylanib qoldi. Ushbu keskin tahdidlar ortidan Eron tashqi ishlar vazirligi zudlik bilan munosabat bildirib, AQShning Ummon sultonligiga qarshi qaratilgan bayonotlarni keskin qoraladi va Washingtonni Maskatga bosim o'tkazayotgan siyosiy tovlamachi deb atadi. Tehron rasmiylariga ko'ra, AQShning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tish uchun yig'im undirilishi sababli Ummonni sanksiyalar va harbiy kuch bilan qo'rqitishi bu mustaqil davlatni tiz cho'ktirishga qaratilgan ochiq tovlamachilik va shantajdan boshqa hech narsa emas. Eron tashqi ishlar vaziri vakili Ismoil Baqoyi Washington siyosatini xalqaro bosim ustiga qurilganini ta'kidlab, AQShni ma'naviy bankrotlikka uchragan davlat deya baholadi va Islom Respublikasi AQSh rasmiylarining tahdidlari qarshisida Ummon bilan to'liq birdam ekanini namoyish etdi. Donald Trampning barcha muammolarni faqat qo'pol harbiy kuch, iqtisodiy shantaj va tahdidlar bilan hal qilishga urinishi AQShni yaqin sharqda xalqaro ittifoqchilardan mahrum qilmoqda. Ummon kabi strategik sherikning dushman lageriga yaqinlashayotganiga sabab bo'layotgan bu siyosat yakunda AQShni mintaqada butunlay yakkilab qo'yishi yoki Washingtonni ko'p yillik geosiyosiy ta'sirini butunlay yo'qqa chiqarishi muqarrar. Xalqaro hamjamiyat va global tashkilotlarning yillardan beri davom etayotgan jimjitligi ortidan nihoyat Birlashgan Millatlar Tashkiloti munosabat bildirishga majbur bo'ldi. BMT Isroil armiyasi va qamoqxona tizimini urush hududlarida tizimli ravishda jinsiy zo'ravonlik sodir etgan mudhish jinoyatchilarning rasmiy qora ro'yxatiga kiritdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kotibi Antonio Guterres idorasi tomonidan tayyorlangan ushbu hisobot xalqaro ekspertlar va inson huquqlari tashkilotlarining uzoq yillik surishtiruvlari natijasidir. Unda Isroil qamoqxonalar va lagerlarda saqlanayotgan falastinlik mahbuslarga, ayollar, erkaklar, hatto yosh bolalarga nisbatan sodir etilgan, rad qilib bo'lmas va mustaqil tasdiqlangan vahshiyona jinsiy tajovuzlar hamda qiynoqlar rasman tan olindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachisi Rim Al-Salim bu qarorni juda kechikkan, ammo adolat sari tashlangan majburiy qadam deb baholadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidan chiqqan bu kutilmagan va keskin sado Tel Avivda haqiqiy vahima va g'azab bo'ronini keltirib chiqardi. O'z armiyasining terrorchi tashkilotlar bilan bir ro'yxatga qo'yilishini hazm qila olmagan Isroil hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan barcha diplomatik ko'priklarni yoqib yuborishga qaror qildi. Isroil elchisi Denni Dannon bosh kotib idorasi bilan har qanday muloqot butunlay to'xtatilganini e'lon qilib, eshikni qarsillatib yopdi va xalqaro tashkilotni korrupsiyalashgan, siyosiylashgan tuzilma deb aybladi. Biroq xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu kechikkan reaksiyasi ham Isroil rahbariyatining agressiv rejalarini to'xtata oladigandek ko'rinmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarori e'lon qilingan bir paytda bosh vazir Benyamin Netanyahu G'azo sektorini butunlay yer yuzidan supurib tashlash va to'liq bosib olish ssenariysini ochiqchasiga e'lon qildi. U o'z tarafdorlari qarshisida nutq so'zlayotganda avval G'azoning 50% nazorat qilayotgan edik. Hozir 60% ga o'tdik. Keyin esa 70% degan so'zlarni zalda yig'ilgan olomonga vahshiyona eslatib qo'ydi. Ular esa 100% degan hayqiriqlar bilan uning nutqini to'ldirdi. 72 mingdan ortiq begunoh insonning qonini to'kkan G'azo qirg'ini fonida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu sadosi global siyosatda Isroilni qanchalik yakkalab qo'ya olishini vaqt ko'rsatadi. Juma kuni erta tongda Ruminiyaning sharqiy qismida joylashgan Ukraina chegarasiga yaqin Galasi shahrida tinch aholi dahshatli portlash ovozidan uyg'ondi. Rossiya harbiylari
Ukrainaning chegaraoldi hududlariga navbatdagi havo hujumini uyushtirayotgan. Bir paytda boshqaruvni yo'qotgan yoki trayektoriyasidan adashgan Rossiya droni NATOga a'zo davlat hududiga kirib bordi. Xo'sh, Ruminiya va NATO bu zarbaga qanday javob qaytardi? Navbatdagi lavhada batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshobda horat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga, peshobdagi muammolarga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun telefon 71 208 66 55. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Ruminiya favqulodda vaziyatlar bosh inspeksiyasining ma'lum qilishicha, bu shunchaki qulash emas, balki dronning butun boshli portlovchi zaryadi ko'p qavatli turar joy binosining 10-qavatiga urilib, detonatsiya bo'lishi bilan yakunlangan. Zarba oqibatida kuchli yong'in kelib chiqib, 2 kishi jarohatlandi va tungi vaqtda binoda istiqomat qiluvchi 70 ga yaqin fuqaro shoshilinch ravishda evakuatsiya qilindi. Urush boshlanganidan buyon Rossiya dronlarining parchalari Ruminiya hududiga ko'p bor tushgan bo'lsa-da, bu Ruminiya fuqarolarining to'g'ridan-to'g'ri jarohatlanishi bilan bog'liq birinchi holat sifatida tarixga kirdi. Ruminiya mudofaa vazirligi dushman droni havo hududiga kirishi bilanoq radar tizimlari orqali kuzatilganini va xavf aniqlangach, zudlik bilan 2 dona F-16 qiruvchi samolyotlari havoga ko'tarilganini ma'lum qildi. Biroq dron past balandlikda uchgani yoki tez fursatda aholi punktiga borib urilgani sababli uni havoning o'zida yo'q qilish imkoni bo'lmadi. Aslida bu voqea tasodifiy xato emas, balki tizimli xavfning yakuniy nuqtasidir. Chunki urush boshlanganidan beri Ruminiya hududida dron parchalari 47 marta, faqatgina joriy yilning o'zida 12 marta topilgan. Geografik jihatdan Galasi shahri yaqinidan o'tuvchi Danub daryosi Ukraina va Ruminiya o'rtasidagi tabiiy chegarani hosil qiladi va Rossiya ushbu daryo bo'yida joylashgan Ukrainaning Izmail kabi portlarini muntazam bombardimon qilishi sababli har qanday texnik xatolik Ruminiya hududiga zarba bo'lib tushmoqda. Ushbu voqea ortidan Ruminiya tashqi ishlar vazirligi keskin bayonot berib, buni Rossiya Federatsiyasi tomonidan amalga oshirilgan jiddiy va mas'uliyatsiz eskalatsiya deb baholadi hamda zudlik bilan NATO bosh kotibini xabardor qilib, Ruminiyaga dronlarga qarshi mudofaa tizimlarini yetkazib berishni tezlashtirishni talab qildi. NATO matbuot kotibi ham Rossiyaning bu harakatini mas'uliyatsizlik deb atab, alyans o'z ittifoqchilarini himoya qilishni kuchaytirishini ta'kidladi. Avval xabar berganimizdek, frontlarda yuz berayotgan eng so'nggi va dahshatli xabarlar tafsiloti bizning Telegram sahifamizga joylab borilmoqda. Siz hali ham Telegram kanalimizga obuna bo'lmadingizmi? U holda birinchi kommentariyadagi havolani hoziroq bosing va Telegram kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni har daqiqada kuzatib boring. Biz yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.